Assalomu alaykum. Biz hozir derazaga qo'ydi. Bitta joydan bitta joyga ko'chiramiz. U yoq tomonga chiyon qo'yamiz, bu yoqga mi qo'yamiz. O'tgan safar qo'yib ketgan ekan, biz qo'ymaganmiz, boshqa bola qo'ygan. Xo'p, bizning teshigimiz mana chiqqani holati. O'shanda beton qotirmaymiz, g'ishga, betonga. Shuni primo o'zini teshib olamiz. Mana akkuratni chiqadi. Siqib unaqa chang bo'lmaydi. Bunda ozgincha bo'lishi mumkin, lekin remontga hech qanaqa ziyoni yo'q. Paketlar qilib ishlaymiz. Mana teshilgandan keyin holat chang bo'lmaydi, plyusos bilan ishlaymiz. Hozir keyingi teshikni ham ko'rsataman. Xo'p, pena qilish jarayoni. Bu tomon qilinmagan demakda. Yo'q, u tomon qilinmaganini aytaman. Davay qiling. %60 har tomoniga qilamiz, o'shanda zazorlari qolmaydi. Xo'p, kranshtenimizni ham qotirib oldim mana. Xo'p, o'tgan safar qotirgan ekan, u kranshten o'ynayotgan ekan, chunki bu g'ish. G'ishga bu o'zini ichida hozircha kichkina oq chiqadi-da, biz qotirayotganimiz mana bunaqa. Ham orqasidagi probkasi ham boshqa qo'yamiz-da. O'shanda moshni 50 kilo, 100 kilo odamni ham ko'tarib turadi bu. O'ynashi ham o'ynamaydi. Bu hammasi optdan. Ustanovkadan keyingi holati, mana joyimiz cho'tki. Xo'p, bu A150, hozir bu modeldan yo'q. Chunki qolmadi, ishlab chiqarish to'xtagan. Xo'p, bu narigi xonada turganda bu xonaga o'tkazib berdi. Xo'p. Cho'tki turibdi. Bitta ustanovka qilib berdi. Xo'p, ustanovkamiz tugadi. Hamma joyi akkuratni mana. Bu oldingi joyi shunaqa ustanovka qilingan. Bankga qotirilgan. Turban qo'yardi, bu o'zimizdaniki. Hozir turbamizdan chetini pena qilamiz, yana o'zim narsalar bor.